Tatar kızı belgesinde benim yanımda Tatar'nın matır kızları şulay bit. Tanıştırırız özünüz bilen. Benim ismim Gülnaz. Benim Kalabara Tatar kızı belgesi 17'de jimşisi. Emin benim bulan 2016 yılda Respublika Kulem Tatar kızı belgesi jimşisi. Emine bu yılda Tatar kızı nindi sıfatlarga iya bulurgan deyiş dip sanıysız? Birinchi şiratda u tilli qabiliklarga tegish hamda millatimizga shunday yoratib bilan qarorga tegish butun yo'llarni, g'alabalarini bilirga tegish xo'jabika bu da meni xolsa bit muhim sifatlarning birisi. Ham g'ilman olganda bu yilgi Tatar qizig'ina tug'il, g'ilman bizning barliq Tatar qizlari da o'zlarining Tatar bo'lularidan uyalmisha, ko'ngillarindagi ixlosliklari bilan yashasınlar edi. Benim ismim Asile Yukova, men Şalva shahrida Tatar kızı 2019 yıl belgesinin jimşisi. Men Ahmet Valiyer. Men o'zim Yashilizan rayonidan hozirgi vaqtda Qozonda yashayman. O'zgan yilning Qozon go'zali 2019 yilda Qozon go'zali. Bu qasida bizga 2019 yılning jimşilari bo'larak bo'lak etilgan edi. Bugungi belge Uluyindalar Respublika Kulem belge Dibatalar Respublika Kulemdan so'ng biz xalqaro Tatar qizi belgisi boshlana, onun boshda yarim finali bo'lishib, onari finali bo'lishib, mana biz endi Gulnaz bilan Elga Respublika Kulemda endi 2016 yilda, Gulnaz endi 17 yilda Respublika Kulemda jingib, yarim finalda xalqaro belgening yarim finalida jingib, men finalga chiqib, Gulnaz 17 yilda g'ilman jinguvchi bo'ldi, men 16 yilda xalqaroning finalisti bo'lgan edim. Shunga ko'ra bugungi qatnashuvchilarga biz o'ngishlar tilab qolamiz, esin sog' bo'lsinlar, o'zlarining motorliklarini bir qachon yo'qotmasinlar. Kızlar şunday matır kiyimler giygensiz, bu kiyimler nişançı asırga qarayy? Bizning üstimizdagi kiyimlar 1940 yillarda xotin qizlar kiygan kiyimlar. Güzeli yarım finalda Qozon güzelide hem rayon güzelide qatnaşacakmı? Yarım finalda iki kız da qatnaşa, lekin bir kız g'ina finalga o'tacak Tatariston ismida. Kızlar, men David Tatar kızı ortağızga basayım hele. Men David Big Motor. Tatar kızı 2021 belgesi finalistleri. Oyen Azmet kızı Kudüs'ü var. Salar rayonu. İlze İnşaat kızı Mahsumova, Qozon shahri. Roya Robin kızı G'niyat var. Bilseler rayonu. Leksen İlfat kızı Bilalova, Leninogorsk rayonu. Leysen İlgizer kızı Milan Kımakova. Salman rayonu.
Zühre Rahim kızı Samimulina, Ebne rayonu. Alise Rahim kızı İzamova, Baltaş rayonu. Gülnaz Veli kızı Dimadiva, Kozan şehri. Raniye Halil kızı Bilhaşova, Şirvişen rayonu. Gülşeşek Marsin kızı Kadirova, Osnatay rayonu. Gülnaz Halil kızı İsalova, Layış rayonu. Emine İktidar kızı Kabidulina, Buğa rayonu. Үземне төрле яктан сынап карарга яратам. Үз кулым белән теккән түбәтәй, калфаклар, милли киемнәрдә милләтемә булган мәхәббәтне чагылдырырга тырышам. Otan kızları onlar güzel, bir güzel. Sinekşe. Onlar umuğan, insaflı, nezaketli. Şulay onlar kıyım, tırış hem sifat. Belki yeter mi? Yok, onlardan akıllı hem bik bilimli. Demek kamillikten üzü. Dürüst sözler. Yapılsa belki biz bizim tamaşaçıları bilen birge onlarla tekşirip kararız. Bik rafetlenir. Şulay etip kızlar rahim itiniz. Bizden şirattағы sınav, intellektual, uyum. Ekranda türlü ülkelerden 12 sınav yaşarılgan. Her birigiz birer sınavni so'ylaydi. Her sınavga mümkün bo'lgan 3 javob taqdim etiladi. Şu javoblar arasından dürüstsün aytırga kerak. Demek başlayız. Eğer hem birinchi qatnashuvchini chaqiramiz. Bir mikrofon yanına biz Aygır Kutlusova'nı şakırabız. Soba rayonu. Biz alkışlar bilen derdik. Demek, Aygın 3 ülke, ma'rif ham fan, madaniyat ham san'at, jamiyat. Qaysini so'ylaysiz? Мәдәният һәм сәнгать. Medeniyet hem sanat. Demek, So'rov sizga. so'rov. Tataristonning xalq RSFSRning otqazangan artistkasi, mashhur jirchi va To'qay ismidagi davlat bo'lagi egasi Bashira Nasirova, Farida Qudasheva esa Alfiya Afzalova. Uyma uchun vaqt boshlandi. Әлфия Афзалова. Alfiye Afzalova cevabı işittik. Eyndagiz dürüst javobni ko'ring. Alfiya Afzalova. Qozon go'zali ismini kim loyiq bo'ldi ekan? Konsertdoshlarga vaqt kelib yetdi. Shundan da bir kunda bilmay konsert ishida qaysi isim? Denis Fanisovich qutuldi. Bizning ishimiz Bixavar edi Denis Fanisovich. Demak, Qozon go'zali nominatsiyasida jildi. Mahsumova Ilyuza Ilshod qizi. Ilyuza Mahsumova. Qozon go'zali 21. Qozon go'zali milliy qasida Zohid Qovvoq o'zi Steven ismidagi butik ateliyedan 10 ming so'mlik sertifikat ham Idel yoshlar jurnali tishlig'ina fotosessiya bilan bo'laklanadi. Kuchli olqishlar Qozon go'zali
Ko'llab qo'yibsiz deymiz. Ulandırılış mezgillari kelib jida. Demek, Tatar kızı 2021 belgesinin Grand Prix üyesinin ismin aşıklarga vakit kelip җитте. Tatar kızı 2021 Respublika Ko'lam belgesinin Grand Prix üyesi Quddusova Oygul. Oygul Quddusova. Jimishli kızımız Grand Prix üyesi Milli Kaside Kalfakam 50.000 so'mlik sertifikat bilan ko'raklanadi. Hanımlar efendiler, balkon, siz bizi bilenme? Tabii. İstelikle. Final bilan bunday bo'lur deb o'ziga jengarsiz deb o'ylagan edingizmi? Bugun siz baxtlimi? Haligi konkurs narsa berdi? Bugungi kunda finalda men jingarman deb birda o'ylamadim. Men o'zim turumda umuman o'ylamadim. Mening o'yimda bo'ldi bir necha qismetim olarcha aşıqlar degan. Lekin o'zimning ismimni eshitgach men shunday shodlik, shunday to'lqinlik borliqqa keldi o'zimda. Ham shu konkursda qatnashganimga aytsaniyim rahmat. Borliq tuğanlarıma, Soba rayonundagi borliq Soba rayoni u mening endi tuğanlar Tatar tilime, milletime men bek zo'r rahmatim bor shu Tatar qizi konkursuna. Tatar qizlarim bilan shu Tatar muhitida o'ynab turganda men bek zo'r rahmatim. Biz Quddusov Asg'ad Bazbegana o'g'lidan Quddusov Aynur Quddusov Alsu. Quddusov Aydar. Biz bir semya Quddusov Aygul. Ailada necha bola? 3 bola. Aygul nechanchi? Birinchi. Birinchi Aygul. Mana siz ota kishi birinchi topkir yillaysiz axir, erlar da yillay ekan. Sevishdan endi